Sizning telefondagi applaringiz maxfiyatligingizga zodi nimalarni qildi? Siz yangi unidar tizimlatgan vaqtingizda 8300 xatlik maxfiy kelishimdan birini o'qishingiz kerak. Chuqum o'qib hamda shuningdek moddalar qo'shilganlar ondan keyingi qadamni bosqili bo'ladi. Lekin hammamiz bilamiz, amaliyotda siz o'qimadingiz. Sizning zodi qanday modda qo'shilganligingizni bilmaysiz. Nazariya jihatdan siz qo'shilsangizlar sizning telefondagi app detalingiz uningga to'ldirgan adres, telefon nomer, parangishish xotirasi, yon telefondan aloqalashish xotirasi, surat, qisqacha, so'zlashish xotirasi qatorliqlarni erkin to'plab tahlil qila oladi. Undaqda ular sizning maxfiy sonliq ma'lumotingizga zodi nimalarni qildi? Oldi bilan shuni bilishimiz kerakki, app sizning zodi qaysi uchurlaringizni to'play oladi. Android ta'minlagan ochqichlar arxivida biz aybning erishgil bo'lgan huquq doirasini odatdagi huquq va xatarlik huquq deb ayirsak bo'ladi. Odatdagi huquq 140 turlik bo'lib, ishlatuvchilarning ma'qulligini olmayla erishgil bo'ladi. Masalan, sizning ta'virni senzori va o'tkir sonliq ma'lumotingizni kontrol qilish qatorliqlar. Texmo sezgir bo'lgan xatarlik huquq cheki 9 guruhga bo'linadi. Masalan, ovozni unga elish, qisqacha o'qish, suratlarni ziyorat qilish qatorliqlar. Bu huquqlarning hammasi asosan bir qatimliq. Masalan, siz app detallar orqali ovoz yo'llashda mikrofonning huquq doirasini ochgan bo'lsangiz, undaqda bu app nazariya jihatda izchil turda sizning ishlatish jarayoningizda unga oladi. Bu chog'da biz appning huquq doirasi bilan app detalda yig'ishga bo'ladigan sonliq ma'lumotlarni aniq ayirishimiz kerak. Ko'p sondagi appning shaxsiy maxfiyatlik kelishimida ularning o'g'irlikcha olmaydiganligini va o'g'irlikcha ko'rmaydiganligini aytadi. Lekin mikrofonni ishlatganda bir nima demakdas. Masalan, bu Sahiya gazetining 2019-yil 7-oydagi xabarida Alma 1% abotning Siri bilan bo'lgan necha sekundlik dialog unalg'usini yig'ib, Sirining farq etish to'g'riliqni yaxshilashga ishlatildi ekan. Ammo bu xil mahsulotni yaxshilashga ishlatilgan ahvoldan boshqa navbatda app detalning sizning o'zini yoki suratingizni o'g'irlikcha to'plab tahlil qildiganligini isbotlaydigan isbot yo'q. Sizning sonliq ma'lumotlaringizni ko'pchilaydigan ishlatish o'rni tahlilchilar va e'lon egasining abotlarining surati. Masalan, Undudarda 2000-yildan keyin tug'ilganlar bilan 60-yildan keyin tug'ilganlar eng yaxshi ko'radigan chiroy ifodasi mana bu. 90-yildan keyin tug'ilganlar har oyda 25 qatim ommaviy qatnash mulozimatiga o'ltirganligini belgili bo'ladi. Holbuki bizning sinchoq salonning orqa sahnasida agashkichilarimizning jins nisbati, yosh nisbati, ishlatgan uskunasi va rayon tarqalishi qatorliqlarni aniq ko'ra olamiz. Internet shirkatining buni qilishning oldingi sharti siz bularning hammasiga qo'shilishingiz kerak. Garchi siz ko'rib boqmagan bo'lsangiz-mu, lekin ular eng tuvanchakda ching turishi kerak. Cho'ng sonliq ma'lumot orqali shaxsiy uchuringizni e'lon qilishga bo'lmaydi. Misol olsak, biz 100 kishi bizning orqa supimizda bor deb faraz qilsak, biz 50% kishining Qashqardan, 40% kishining Xotandan, 10% kishining Turpandan kelganligini ko'ra olamiz. Bu chaqda agar buning ichidagi bir odam, ya'ni Mo'ynurni elib olsak, 99% odamning rayon nisbati 55.5%, 40.5% va 9% bo'lib qoladi. Bundoq bo'lganda biz boya elib o'tgan Mo'ynurning maxfiyatligi oshkorlanadi. Biz uni Oqsuvdan kelganligini asonla hisoblab chiqa olamiz. Bu xil masalani hal qilishning doim ko'riladigan loyihasi farqliq maxfiyatlik. Farqliq maxfiyatlikning yadroliq ideyasi sonliq ma'lumotga shovqin ko'rgizib, Mo'ynur bo'lsin, bo'lmasin o'xshab ketadigan natija chiqaradi. Mayli orqa supidagilar 100 bo'lsin yoki 99 kishi bo'lsin, oqsuliqlarning nisbati 9%, 10%, 11% bo'lishi mumkin. Lekin yana bir tarafdan shovqinni qalaymiqan qo'shishga bo'lmaydi. Bo'lmasa sonliq ma'lumotdan foydalanish ahamiyati bo'lmaydi. Eng ko'p uchraydigan shovqin hisoblash usuli Laplace shovqini. Laplace doim uchraydigan uziksiz ehtimollik taqsimoti bo'lib, o'rin parametri 0 ga teng bo'lgan ahvol ostida taxminan mushundoq bo'ladi. B o'lcham parametri bo'lib, B qancha cho'ng bo'lsa, Laplace tarqalishi ham shuncha yopiq bo'ladi. Sonliq ma'lumotlarning davolash darajasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Aslidagi sonliq ma'lumot asosida Laplace shovqinining cho'ng kichikligi bu ikki parametrga bog'liq bo'lib, sezgirlik darajasi f va oldin tasdiqlangan shaxsiyat qamchoti epsilon. Oldin qilib aytganda bu f Mo'ynurning bor yo'qligiga vakillik qiladi. Oxirgi natijaning o'zgarish sonliq qimmatiga ishlatilgan f ni shaxsiyat qamchotiga bo'lganda Laplace ichidagi o'lcham parametrga erishgil bo'ladi. Shunga agar bu ikki sonliq ma'lumot to'plamining farqi qancha cho'ng bo'lsa, sezgirlik darajasidagi f mo shuncha cho'ng bo'lib, tarqalishi mo shuncha yopiq bo'ladi. Buna qo'shilgan shovqin qancha cho'ng bo'lsa, bu ikki sonliq ma'lumot to'plamidan mushuning o'xshash natija chiqariladi. Agar sonliq ma'lumot to'plamidagi farq cho'ng bo'lmasa, f kichik bo'lib, chiqargan shovqin 0 ga yaqinlashadi. Ham sonliq ma'lumotning ishlatilishi ta'sir yetkazishi mumkin. Sirtqi hujumni selishtirganda ichki qismda oshkorlanib qilishi ko'p chiroyli. 经营范围到法人身份证号码，所有的信息应有尽有。根据警方的调查，大量的证据都指向了市工商局信息档案中心负责管理档案的刘某。 Bu masalada internet tori shirkatining usuli odatda dalillash bo'lib, buning ichida eng muhimi ISO 27001. Dunyo e'tirof qilgan eng yuqori uchur bexatarlik o'lcham bo'lgan 27000 uchur bexatarligi, odam kuchi bexatarligi, fiziki bexatarlikni o'z ichiga olgan 14 bo'lakni o'z ichiga olgan. Bu bir yurish tasdiqdan o'tkazish uchun kuch va vaqt sarf qilish to'g'ri keldi. Baholash apparatlari ziyorat qilish, avrish kelish, naq maydonni ko'zitish qatorliq usullar bilan 100 ga yaqin mazmunni tekshirdi.
tekshiradi. Masalan, xodimlarning kompyuter ustunligini tekshirishda sezgir uchurlar bormi yo'q, elektronlik arxivning maxfiyatlik darajasi bormi yo'q, xizmat xodimlarining maxfiyatini saqlash kelishimi qatorliqlar. 2014-yili ISO 27001 asosida 27018 ni o'ttir qo'ygan bo'lib, shaxsiy masala jihatda texnik qattiq kengaytirish o'lchami o'ttir qo'yilgan. Baidu Tor diskisiga o'xshash bunda korxonalar sonliq ma'lumot qo'g'dash huquq sistemasi, sonliq ma'lumot sezgirlikni bartaraf qilish, hisoblash usuli qatorliq texnik murakkab shaxsiy sirni qo'g'dash sistemasini barpo qilish kerak. Bu sizning applaringizning shaxsiyatingizni qo'g'dash uchun texnik ko'p pul xarjlaydiganligidan darak beradi. Jungudimi faqat BIT ga o'xshash mushundaq cho'ng korxona bayrog'i ostidagi mahsulotlarla, masalan Baidu Buluti, Baidu Tor diskisi, Oliy Buluti qatorliq mulozimatlar bu ikki turlik dallashdan o'talaydi. Shundaylar biz sonliq ma'lumotimizni bexatar deya olamiz. Ammo bu hargizmi sizning sonliq ma'lumotingizning mutlaq bexatar ekanligidan darak bermaydi. Shaxsiy sir kelishimiga buningdan boshqa ahvollar yozilgan bo'ladi. Masalan, Tor diskisining shaxsiy sir kelishimiga asosan bu 11 xil ahvol ostida sizning uchuringizni yig'ib ishlatishda sizning ma'qulligingizni olishning hojati yo'q. Masalan, siz yo'llagan shahvoniy filmlar Jinoiy ishlar qonunining 364-moddasida shahvoniy buyumlarni tarqatish jinoyati sababidan ko'pchilikning bexatarligi yoki jinoyat tahqiqlash bilan munosabatlik deb qaralib, sizning maxfiyatligingiz qo'g'dalmasligi mumkin. Bu 2018-yillik hukmnomada Anxuydan kelgan Chin apandi Baidu Tor diskisiga 189 shahvoniy film yo'llagan. Tavba bilan shirkatdagi ayol xizmatdoshlarining birga o'tish usulining siri suzuk darslik sin loyihasi bo'lib 3 yil 8 oylik muddatli qamoq jazosiga hukm qilingan. Ammo siz yo'llagan boshqa hujjat bo'lsa Baidu yanla qo'g'dab beqishga urinib boqadi. Masalan, bu 3 yil davomlashgan 21 ming xatlik hukmnomada Baidu Tor diskisi obodlarning maxfiyatligini qo'g'dash uchun obodlarning Tor diskisidagi televiziya teatrlarini o'chirmaslikni chingtirib, shu yo'ldagi boylik manbasiga aylangan. Birinchi sudda 500 ming yuan to'lashga hukm qilingan. Ammo ikkinchi sudda Baidu tahlil qilib, saqlash va tarqatishdan iborat bu ikki hukm orqali obodlarning shaxsiy sirni saqlashiga aralashmaslik bilan bir vaqtda Baidu yana o'g'ir nashr mazmunini tarqatish yo'lini faol uzib tashlab, mo'jizlarcha hukmni o'zgartkizgan. Hatto 40 ming yuan delo qabul qilish haqqini shu yillarda degan kino bo'limidagilar to'lagan edi. Mazkur mazmun asli manba bo'yicha tarjima qilingan. Fikr yurgizganda shaxsiy hissiyotingizni aralashtirmay, ilmiy fikr yurgizing. Mazmun yorg'on bo'lsa, texnik yaxshi mazmunlar uchun bizni qo'llab, yulduzimlarni sovg'a qiling.